أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli savoqdoshlar, dersimiz namazning vaqtlarini bayon qilish va uni tushuntirish va namazning vaqtlarini sharhlash bilan boshlangan bugungi dars yana namazga munosabatli. Ya'ni shu namazning vaqtlaridan birisi bo'lgan xuttam namozi, vitr namozi, bu namozning vaqti ayni tunugungi darsimizda qolib qolganlik uchun bugun bu yerdan boshlamoqchi. Va vaqtul vitri vaqtul asha'i. Vitr namozining vaqti xuttam namozining vaqti. İkisining vaqti bir vaqt. Vaqti kirgan vaqtda tangla ikkisining vaqti biraqlam kiradi. İlla annahu ma'murun bi taqdimil asha'i. Lekin ikkisining vaqti bir bo'lsa-mu, vitr namozini xuttam illa annahu ma'murun bi taqdimil asha'i. Lekin xuttam namozini vitr namozidan burun o'qish, oldida o'qishga buyurilgan shariatning talabi bu. Oldi bilan xuttam namozini o'qish kerak. Va qala avvalu vaqtil vitri ba'dal isha. Yuqoridagi İmam Abu Hanife rahmetullah alayhining qarishi ijtihodi. Sahibayn Abu Yusuf bilan İmam Muhammad deydi, vitrning dastlabki vaqti xuttamdan keyin bo'ladi. Shu xuttam namozi bo'lingan hamon onunğa vitr namozi o'qishning vaqti keladi. Va axiruhu ma lam yatlu'il fajr. O vitrninki oxirgi vaqti tong otmog'ichilik, ya'ni tong qamasa vaqti chikatmaydi. Onun vaqti shu chaqishlik davomlashadi. Va hazal ixtilof binoun ala ixtilafihim fi sifatiha. Bu ixtilof nadin kelgan desa, ularning o vitr namozining sifati haqidagi ixtilofiga asosan shu yerdan kelgan. 3 rakat o'qilamdi, 1 rakat o'qilamdi degan mushu xil holatda namozning rakati va namozning sifatida ulamalar o'rtasida ixtilof bo'lganligi uchun bu farizmi vitr yoki vojibmi, ya'ni sunnatmi, bu haqda ixtiloflashib qolgan. Ba'zi ulamalar İmam Abu Hanife rahmetullah alayhidan boshqalar Allah Taala 5 vaqt namozni farz qildi. Farz 5 vaqt. Qoldi har qanday namoz sunnat. Desa İmam Abu Hanife rahmetullah alayh hadislar bilan sahih hadislar bilan vitr namozini vacip, yani farz ma'nosidagi vacibning darajasiga ko'targan. Chunki hadislar ko'pligi, sahihligi bilan bu namozning farzligini isbotlab bergan. Mushuningdagi ixtilofga asosan bu ixtilof, ya'ni vitrning vaqti qachon oxirlashadi degan ixtilof paydo bo'lgan. Fa'indahu hiya vajiba. İmam Abu Hanife rahmetullah alayhining qarashida o vitr namozi farz, ya'ni vojib ma'nosidagi farz. Chunki jumhur ulamalar asos jihatdan vojib deb ataydi, istilohda farz deb ataydi. İmam Abu Hanife vojib deb ataydi. Vojib. Val vaqtu iza jama'a salatayn wajibatayn فهو وقتهما.
vaqt vacib bo'lgan, ya'ni farz bo'lgan ikki namozni jug'lasa, bu vaqt ikkalasining vaqti bo'ladi. Masalan, xuttam namozining vaqtida ham xuttam, ham vitr ikki namozning vaqti bir bo'ladi ekan, undaq bo'lgan chaqda bu namozning vaqtlarini xuttamdan keyin vitrning vaqti kiradi degili bo'lmaydi. Chunki u vaqt ikki namozning vaqti. Ikki namozning vaqti bo'lganligi uchun boshlanishda o'xshash boshlanadi. Lekin tartibda xuttam namozi burun o'qiladi, vitr namozi keyin o'qiladi. Va in umira bi taqdimi ihdahuma kal vaqtiyati val qaidati. Gerçi ikkisining birini burun o'qishga buyurilgan bo'lsa, masalan, vitr namozi bilan xuttam namozi mana dedik, farzdir. Farz bo'lganligi uchun ikkilisining vaqti bir vaqt bo'lgandan keyin buningda birisi, ya'ni xuttam burun o'qiladi, vitr keyin o'qiladi. Ammo vaqtda ikkisining vaqti bir aqlam kiradi deymiz. Buningga misal, unda bo'lgan chaqda ikkisining vaqti bir aqlam kirgandan keyin qasli baldir o'qisa bo'lmamdi desa, shari ikkisidan burun qaysi baldir o'qiladi deganda, xuttam namozini baldir o'qiladiganligi, vitrini xuttam namoziga tabi qilinadiganligini bizga bayon qilgan. Shu ikkisining birini ilgari qilishga burilsa-mu, kal vaqtiyati val faidati. Bir vaqti bor namoz bilan o'tib ketgan, ya'ni qazo bo'lib ketgan namoz o'xshaydi. Masalan, pishim qazo bo'lib ketibdi. Asrning vaqti bor. Bunda qalda qaysi namoz burun o'qiladi? Vaqti bor namoz burun o'qilamdi yoki o'tib ketgan namoz burun o'qilamdi degan haqida bu ixtilof bor. Ammo vaqti bor namoz burun o'qiladi, o'tib ketgan namoz keyin o'qiladi deyiladi. Ba'zi ulamolar tarafidan, yana ba'zi ulamolar o namozlar o'tirishdagi tartib farz. Unda bo'lgandan keyin oldingi qazo bo'lib ketgan namozni o'qib o'tib, o farz bo'lganligi uchun ikkinchi qitimliq namoz, ya'ni vaqti bor namoz o'qiladi. Chunki tartib bor. Agar oldidagi vaqti bor namozni, ya'ni o'tib ketgan namoz esida yo'q, vaqti bor namozni o'qib, vaqti bor namozni oxirlash qilib qolgan chaqda oldingi namoz esida kelib qolgan bo'lsa, u vaqtda hozirgi namoz sinib ketadi, yana buzilib ketadi degichilar bu. Mushunda qaysi birisi burun o'qiladi deganda ixtilof bo'lganiga o'xshash. Buningdimi ixtilof bor. Va indahuma ikkoylarning qarashida, Imom Abu Yusuf bilan Muhammadning qarashida bu vitr namozi sunnat. Uning vaqti farzdan baqo bo'lgandan keyin kiradi, boshqa sunnatlarga o'xshaydi. Boshqa sunnatlarning bu vaqti farzdan baqo bo'lgan chaqda kirdi, bu shunga o'xshab farzdan baqo bo'lgan chaqda kiradi. Bu nima emas? Farz emas, vojib emas. Wal aslu fihi qawluhu alayhi salam, innalloha ta'ala zadakum salatan fasalluha ma baynal isha'i al-akhirah ila tulu'il fajr. Imom Abu Hanifa'ning dalili al-aslu fihi, ya'ni bu vitr vojib, vitr farz deganning dalili Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zidir. Alloh taolo sizlarga bir namozni ziyoda qildi, qo'shib qo'ydi. Sizlar u namozni xuttam namozi bilan kun ya'ni tong otqanchilik bo'lgan orliqda o'qinglar degan. Bu shu hadisga asosan zadakum salatan degan asli 5 vaqtda buningga bir namoz qitildi. U bo'lsa vitr qitildi. Uning hukmi vojib deb Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi degan. Ammo boshqa jumhur ulamolar namoz qitildi, ammo u farz bo'lish yo'li bilan emas, sunnat bo'lish yo'li bilan qitilgan deb
Valla bunun cevabı. Çünkü namaz 5 vakit. Allah Teala'nın ki akimis salat tarafayin nahar ve zulafen minel-leyl innel hasenat yuzhibne seyyat degan ayetleri ve ayetlerde bu nurgun ba delil. Onundakin Mi'raj hadisi Peygamber Aleyhisselam Mi'rajda 5 vakit namaz farz kılınganlığı. Bu 5 vakit namazının savabı 50 vakit namazının ki savabı bulduğanlığı hakkı müşehid İslam'a asas kılıp namaz ziyade kılınmadı. Bunun bu ziyade kılınganı farz yolu bilen emez, nefli yani sünnet yolu bilen. Bu bir faslun, bu bir bölüm. Ve yustahabbul isfaru bil fecre. Bomdat namazını akatip yani karanlık halda hiç nesini köygülü bulmaydıgan, tarik etkili bulmaydıgan karanlıkta emas azra şu gün çıkıdığan taraf akagan, yürügan bunda halet okuş bu mustahab. Yustahabbul isfaru bil fecre tang bomdatni yürüt okuş mustahab. Bunun Peygamber Aleyhisselam asfiru bil fecri degan. Bu rivayette nevviru bil fecri fe innehu a'zamu lil ecri. Bomdat namazını yürütüp okular, bu sizlerin bomdat namazını yürütüp okuganlıqla ecri katta, savabı köp degan. Bu hadisni Abu Davud çıkargan, İbn Majah çıkargan, Tirmizi, Nesai çıkargan, bu hadis ulamalar çıkargan. Bazı rivayetlerde asbihu bis subhi depma keliglik. Yani bu hadisning ma'nosi yurutib o'qinglar ya aqat o'qinglar deganlik. Bomdatning vaqti kirmagan chog'da bomdatni o'qiyimizda vaqt kirmagan holat o'qimasdan shu taraf azroq yurgan. Yurganlikninki alomati belgisi bo'lgan mundaq bir holda sizlar o'qinglar bu namozni demoqchi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. İmam Tahavi rahimahullah yubda'u bit-taglis ve yuhtamu bil-isfari jam'an bayna ahadis at-taglis vel-isfari. İmam Tahavi rahimahullah bundaq deydi. Kechinin ali qarang'usida, ya'ni tun qarang'uda namoz boshlanib, olamni yuritish bilan oyoqlashtiriladi. Bu shunda oyoqlashtiriladi. Nimishqa kechinin ali qarang'usida, tun qarang'uda yana olam yurmagan odamni odam farqlantirmagan holatda namoz o'qigan degan hadis bilan yuritinglar degan hadisning o'ttirisini jug'lab turib har ish qilishga amal qilish uchun qiroatni uzun qilish, qiyomni uzun turish bilan namozni qarong'ida boshlash, namozni yurmaganda boshlash, ammo oxirlashganda olam yurgan holatda oxirlashtirish. Bu namoz mustahab. Val ibradu biz zuhri fi sayfi lima ravayna. Yazlıkta peşin namazını kendine tartış. Bu mu mustahab? Biz yukarıda rivayet kılgan hadis'nin delili bilen Peygamber Aleyhisselam'ın feinne şiddetel hayr min feyhi cehennem dep aşağıda bu aptakның qattiq bo'lganligi, olamning bakisib ketganligi nimeden? Bu dozaqning tinganligidan, nefeslenganligidan degan mushu hadisga asosan uni mustahab. Ama olam soğuk, hava ilman, müddetel, namaz o'quvchi namozida namaz o'qiyotgan holatida xushu, ya'ni xushu huzurdan iborat namozning ruhi ketib qolmaydigan, namozning ruhidan namoz o'quvchi olib qolmaydigan
namoz o'qish jarayonlarida qiziqlikning qattiqligidan namozda malol yetib qolmaydigan, zerikib qolmaydigan bunday holatda uni keyniga so'rash, keyniga kechiktirish, keyniga tortish mutlaqo mustahabning qatoriga kelmaydi. Bu yerda kechiktirishning sababi nima? Kechiktirishning sababi payg'ambar alayhisalom olamning qattiq qiziganligi, jahannamning tiniqi, tinganligi deyish orqali namoz o'quvchining namozdagi xushu'dan ayrilib qolmasligi. Va taqdimuha fi shita, qishliqda namoz buni ya'ni peshim namozini baldir vaqtida burun o'qish. Anas radhiyallohu anhu hadisining dalili bilan kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam iza kana shita'u bakkara biz-zuhri va in kana sayfu abrada biha. Payg'ambar alayhisalom qishliq bo'lsa peshimni baldir o'qitdi, burun o'qitdi. Agar yozliq bo'lib qolsa peshimni ta'xir qiladi degan mushahidning ruhiga asosan va buning dalili bilan qishliqda ilgari burun o'qish, yozliq uchun yani ta'xir qilish. Qala va ta'khirul asr ma lam tataghayyar shamsu. Musannif deydi, asrnimi quyosh o'zgarmay qolsa, ya'ni quyoshning oqligi, nurining jonliqligi yo'qolib, quyosh qizirish yoki sag'irishga başlamagan bo'lsa, buni kechiktirish yana mustahab. Chunki yoz kunlarda Makka va Madina o'rta sharqdagi jazira arab yarim orollari davlatlarida havo intayin qiziq, temperaturasi yuqori bo'lganligi uchun asr namozining vaqti kirgandami olam bak issiq namoz o'quvchi namoz o'qish jarayonida xuzuqlardan ayrilib qoladigan, namozda uzun o'qiyanmaydigan holat bo'lganligi uchun quyosh o'zgarmay qolsa asrni kechiktirish. Rafi ibn Hadijning hadisining dalili bilan, Rafi ibn Hadijning bu hadisi zaif hadis, matnisi va ta'khirul asr ma lam tataghayyar matnisi anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam amara bi ta'khiril asr. Payg'ambar sallam asrni kechiktirishga buyurgan degan bu matn munkar. Bunda holda hadis kamigan. Ammo boshqa hadislarning masalan Payg'ambar sallamning kunna nusalli ma'an nabiyil asra, payg'ambar bilan asrni o'qitdik, an tugini bo'g'izlaydik, o'nga bo'litdik, taqsim qildik, an go'shini pishib go'shni yetdik, kun petishdan burun degan mana bu hadislarning dalili bilan asr namozini kun o'zgarmay qolsa kechiktirish mustahab. Xolidul Hazza Abi Qilabidin rivoyat qildi va Abi Qilabid dedi, "Majtama'a ashabu Rasulillahi ala shay'in." Rasulullohning ashablari bir narsaga birligi kamidi, "Kejtima'ihim ala ta'khiril asr." Ularning asr namozini kechiktirishga birlik kelganday. Hammasi asr namozini kechiktirish, ta'khir qilishga birlik kelgan va tabkir bil maghrib, namoz shamni oldirtish, namoz shamni burun o'qish. Va tanvir bil fajr, bomdat namozini tong otqizib, olam yuni yurut qizib o'qishga birlik kelgandek bir ishga birlik kelmagan. Val mu'tabar endi qandoq taqda kechiktirdi desa, val mu'tabaru taghayyur kursi lazza'ul lazi alal hitan. Bu yerdagi kechiktirish quyoshning o'zgarishi, ya'ni quyosh o'zgarmay qolsa degandagi e'tiborga ilingan, hisobga ilingan qarash quyoshning yumaloq shaklining o'zgarishi. Quyosh yumaloq shakli qurish shu o'zgarmasa. Emaski tomladagi nur, masalan quyoshninki nuri yezilab qolsa tomliga, sharlab qolsa binolarga tushadi. Shu binodagi yoki tomladagi nuri bu o'zgarish emas. Quyoshning o'zining yumiliqi o'zgarib qip-qizilga aylanmay qolsa kechiktirsa bo'ladi. Qala va ta'dilul mag'rib
namazşamni aldırtish, burun o'qish bu mustahab. Fiz zamani kullihi lima taqaddam. Her vaqt, mayli qish, mayli yoz, her vaqt namazşamni aldırib burun o'qish. Yuqoridagi dalillarning sababi bilan va qavlihi alayhissalom la tazalu ummati bi khayrin ma lam yu'akhiru al-maghriba ila an tashtabika an-nujum. Payg'ambar alayhisalomning mening ummatim yaxshilik bilan bo'ladi madamiki ular namazsham namozini yulduzlar giralishib ketganga qadar kechiktirmasa degan. Yulduz chiqib ko'rinib xuddi üzümning sepi bir-biri bilan giralishib ketgandek, üzümninki donlari bir-biri bilan giralishib ketganda quyosh yulduz bir-biri bilan giralishib ketmaganga qadar kechiktirmasa yaxshilik bilan bo'ladi degan. Bir tal, ikki tal, besh tal chiqib qolishi mumkin, o chiqib qoladi. Unda chaqda yoki azdir ko'pdir chiqib qolishi mumkin. Uning bilan uni namazsham namozini kechiktirdi degani bo'lmaydi. Ammo yulduz, osmondagi yulduz xuddi üzümning sepidagi donliga o'xshash g'ujmak, gira bo'lib ketgan qadar kechiktirmaslik kerak. قال وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. Yani xuttam namozini mu kechiktirish, keyingi tatish mustahab. Kechining 3dan burun vaqtchilik. Kechining 3dan burun vaqtchilik. Yani xuttamning vaqtida kechining hammasi bomda tang'atchilik deganligi bor. Nisbigachilik, yarimigachilik deganligi bor. 3dan 1gachilik deganligi bor. Bu haqda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamning hadislari ko'p, dalillar har xil. Shunda bo'lganlikdan ulamalar bu haqda har xil ijtihadlar va har xil qarashlarni o'tirg'a qo'ygan. Buni shu chaqishlik kechiktirish bu mustahab. Qala alayhissalom لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. Bana Peygamber Aleyhisselam'ın ki agar men ummatimni qiynaydigan, mashaqqatga tashlaydigan, jafoga soladigan ish bo'lmagan bo'lsa, men ummatimni xuttam namozini kechining 3ning 1ga qadar kechiktirishga buyurdim degan Rasululloh. Mana bu hadis ila sulusul layl degan hadis bir ma'nodan bunda xuttamning vaqti kechining 3ning 1gachilik bo'ladiganligini bayon qiladi. Fadalla ala annahu afzal. Bu ta'xirning, kechiktirishning, keyingi tortishning afzal ekanligiga mahir dalolat qildi. Bu hadis dalolat qildi. Demak Rasululloh mushaqqat endi kechib bak uzun bo'lib qolganlik uchun herib qoladiganlar bor, uyqusi kelib qoladiganlar bo'ladi. Uningdan boshqa jamoatlarning saqlab bo'lanmay ketib qoladiganlari bo'ladi. Mana shunday nurg'un harajlar bor. Bu haraj mushaqqatlarni demagan bo'lsam, men kechining yarimigachilik, ya'ni 3ning 1gachilik kechiktirdim. Chunki eng oxirgi yotadigan vaqt Allohning zikri, Allohga bosh urush, bosh egish va Alloh taolo bilan didor ko'rishib, qaytgandan keyin yotoqqa joy urilishib uxlash. Ne? Rasulullah arzu qildi. Va ta'khiruha ila nisfil layl mubahun. Xuttamni kechining yarimigachilik kechiktirish mubah, ruxsat kechiktirsa bo'ladi. Va ila ma ba'dahu makruhun. Uningdan kimki yarimidan oshirib 2 hassa yoki 1,5 hassa deganga o'xshagan yarimidan oshirib, tankidan oshirib kechiktirish, ta'xir qilish bu makruh. Li'annahu yuqallilu jama'ata min ghayri uzr. Chunki bu jamoatni uzrsiz, sababsiz oz qoldirib qo'ydi. O'ttir kechiligichilik, yarim kechigichilik namozni kechiktirsa jamoat qolmaydi. Jamoat kuchlik sunnat. Mustahabda sunnatni yoki vojibni zayo qilishga qat'iy bo'lmaydi. Qala va yustahabbu fil vitri akhirul layl. Musannif dedi, vitrda kechining oxirisi yaxshi.
Mümkün vitr namazını kişinin arkasında okuş gerek. فَاِلَّمْ يَسِرْ بِالْاِنْتِبَاهِ اَوْ تَرَعُوَّلَهُ Eğer uğunuşku işence kılanmasa, uxlap kalsam uğunanmay kalamam mı dep kalsa, kişinin avluları vitr okuasın bunu da. Hiç kısı yok. Lima rava Cabirun ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselam'ın rivayet kılan bir hadis esasen kâle men khâfe en lâ yakûme âhirel leyli fel yutre evvelahu diyen Peygamberimiz. Kişinin ağısında onudan turanmaydıqanlıqıga, kopanmaydıqanlıqıga köz yetip, onundan ensirep, kokap kalgan kişi onun evveli de vitr okusun. Ve men temi'a en yakûme âhirel leyli kişinin ahiristini kopaşını tamam kılgan, şunu arzu kılgan, ümit kılgan kişi kopalayman dep işencisi bulak kalsa kişinin ahiristini vitr okusun. Fe inne salate ahiril leyl mahzuratun. Çünkü kişinin ahiristini okulgan namazga malaikeler hazır buludu, malaikeler kilidu, malaikeler o yani korşaydı, yani rahmeti bilen yapıdı da Peygamber sallallahu bayan kılgan. Ve zâlike ebzel, bu ebzullah kişinin ahiriste vitr namazını okuyanlar ebzul. Çünkü kişinin evveli namaz şam bilen, kişinin beşi huttem bilen, kişinin ahirisi vitr bilen, kündüzün beşi bomdat bilen başlanış arkalık her bir alet özgergende almaşkanda çokum Allah Teala'ga ibadet bilen özgürüş ve ibadetten almış lazım. Kâle ve yustahabbu ta'khirul fecri ve zuhri vel mağribi. Bomdat namazını kendine tartış, pişimini kendine tartış, namaz şemnimi kendine tartış ve ta'cilul asr vel işa'i asr bilen huttem namazını aldırtış. Hava bulutlu bulakka küllükte bu mustahabbu. Şu vakitte. Emmel fecru felima ravayna. Bomdat dikersek, o bomdatını kendine tartış kersek, yukarıda rivayet kılan derisinin delili bilen ki, alem, yani kattık, karangu, kişinin ki, karangılıkı, karangu bulganlıkı üçün, ihtimal o vakitte kendine tartıp okumagan vakitte namazın vakti kirmege çağda okup kalışma mümkün. Şunu bu vakitte hakikaten alem yürüp, alemnin tanın atkanlığı, yürüganlığı inik boğan kadar kişiktiriş gerek. Ve emme zühru feli ella taqa'a qablel zevale. Ama namaz pişim kersek, bu pişimini kişiktirişin sebebi gün ilgiliştin burun bulak kalmasın. Hava bulutlu, alem buzuk, yani alem uçuk emes. Şunda boğan çağda baldır sasa gün keriliştin burun namaz okup, yani namazın vakti keriliştin burun namaz okuş ihtimalle bulak kalır. Ve emmel mağrib feli'alla taqa'a qablal gurub. Namaz şem kersek gün peçtin burun bulak kalmasın için. Yani onun küçük türlüdür. Ve emma ta'cilul asr, asrını aldırtış, feliyalla taqa'a fil vaktil mekruh vakti çıkaması için. Yani ulmalar bu mekruh vakti 5 kıl vakit deganlemi bo'lgan, kun qilgandikin emas, bomdatdan keyin, asrdan keyin degichilarmi bo'lgan, ya'ni kun qilgan vaqti bo'ladi deb uni bayon qiluvchilarmi bo'lgan. Yani şamdan keyin bo'lmaydi deganlari bo'lgan, kun qirilishdan burun bo'lib qolmaslik uchun. Yani kun petishdan, ammo kun petishdan makruh bir vaqtda bo'lib qolmaslik uchun. Va ammal isha fala alla yu'addi ila taqlil al-jamaa bi maji'il matar was-salj. Xuttamni oldirtish jamoatning oz qilishiga sababchi bo'lib qolmaslik uchun yomg'ir va qorning kelishi bilan. Baldiraq o'qimasa yağmur yağıvatkan, qar yağıvatkan bo'lganlik uchun bu sebep bilan jamoat ozulab qolmasin deb shu ehtimol bilan xuttam namozini oldirtish kerak
namaz asr namazını aldırış kerak. La tajuzu salatu ve secdatu tilavati ve salatul cenazati inda tulu'u'ş şemsi ve zavaliha ve gurubiha. Namaz okuş, secdatu tilavatni qilish, cenaze namazını okuş, kun chiqqan, kun qiyilgan, kun patgan chaqda bu durust emas. لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال عقبة بن عامر الجهني حديثك أساسا دو ثلاثة أوقات نهانا رسول الله أن نصلي فيها. Üç vakt var. Bizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o üç vakti namaz okuştun ve o üç vakti üleglerimizi kömüştün. Nima qildi? To'sdi degan. Annaqbura fiha mawtana. Annaqbura degan bu yerda kömüş degan namazını o'qib kömüştün. Yani namazda o'qishdin demektir. Inda tulu'u'ş şemsi hina tertafi'a. Quyosh chiqqan chaqda, quyosh chiqayotgan vaqtda taki o quyosh bir gaz miqdori yoki bir yochoqning o'qini otgan miqdori ko'tarilganga qadar. Va inda zavaliha hatta tazula. Quyosh egilgan chaqda, egilib bo'lganga qadar, egilishga boshlagan chaqda, azroq egilib, quyosh menga o'tabdi, yana kun patadigan tarafga o'tabdi, kun petish tarafga egilib bo'libdi deganga qadar. Va hina tatadayyaqu lil ghurub hatta taghruba. Kun petishga yaqin bo'lganda hina taghrubu patqan vaqtchilik. Hatta taghruba patqangachilik, yani bo'g'ichilik petishga yaqin bo'lgan tushayotgan vaqtda namoz o'qishni Rasululloh to'sdi degan. والمراد بقوله أن نقبر صلاة الجنازة. Peygamber Aleyhisselam'ın nakbura degan sözüden cenaze namazı bu maksat. Biz bu cenaze namazı okuştun Resulullah to'sdi demakchi. Yana ikinci hadis Amr ibn Abbas radıyallahu anh qal. Amr ibn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet qilindi. O zot dedi: "Qultu ya Resulullah." Men dedim: "Ya Resulullah, hal minas saati saatun abzalu minal ukhra." Vaqtlardan bir vaqt bormi? Abzalroq o yeni bir vaqtdan, boshqa vaqtdan abzal, savobi yuqori, fazilati darajasi ustun bo'lgan bir vaqt bormi? Desam, qala jawful laylil akhiru abzalu. Kechining oxirgi tarafi abzalroq. Tavat qilib qopgan, olam yurug'ini qopgan, kecha oxirlash qilib qopgan shu vaqt abzal. فَإِنَّهَا مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. Mana bu vaqt dua qilsa duoli qabul qilinadigan, namoz o'qisa namozi qabul qilinadigan, boshqa ibodatlarni qilsa, qanday ibodat qilsa u ibodat qabul qilinadigan bir vaqtdir. Tavatqanchilik, ya'ni bomdat namozining vaqti kirgangi vaqtchilik. Ya'ni shu namozning vaqti kirib bo'lganga qadar yoki kirgichilik bu vaqtda qabul qilinadigan vaqt. Summan tahi hatta tatlu'a ash-shamsu. Kun chiqqanga qadar to'xta. Va ma damat kal hajafa famsik hatta tushriqa. Bu quyosh qalqanga o'xshash yumulloq xuddi hajafa degan teridan yasalgan qalqon bo'lib, teridan yasalgan qalqonga o'xshash kun shunday chiqib yumulloq holatda turgan bo'lsa, famsik to'xta, kun nuri chechib olamga yorug'likni yurtgan qadar. Fa innaha tatlu'u bayna qarani shayton. Bu vaqtda quyosh şu şeytanın ikki mung'uzining orasida chiqadi va yasudulahal kuffar. Bunga quyoshni kofirlar sajda qiladi. Summa salli fa inna andin kin yana namoz o'qi, zuha namozini. Bu zuha namoz mashhuda, malaikalar hozir bo'ladigan, mutaqabbala, Alloh taolo tomonidan qabul qilinadigan namoz. Toki
el-umudu ila zillihi tügürüp sayısqa tuğanğa kadar ki yani quyosh tik bo'lgan kadar sen namoz o'qi. Summan tahtahi yani to'xta fa innaha sa'a tuhtaru fiyal jahim. Bu kun tik bo'lgan soat cehennem kızıtılıdıgan bir saat bu. Sümme salla iza zalet ilal asrı an gün kılgan vakta esirgitlik namaz okudun. An yeni toxta fa innaha tagib kun şeytanın ikki mügüzü arasında gayib buludu ve onun için kafirler secde kılıdı degan. Demek mana bu hadislar asasen bu vaqtlarda namoz o'qishga bo'lmaydi. Qala illa asra yawmihi indal ghurub. Faqat shu kunning asrisini o'qig'ili bo'ladi. Kun patliq qopsama. Lianna sabab huwa al-juz'ul qa'im min al-vaqt kama bayyana. Nimishqa? Chunki sababi shu ba vaqtning bir qismisi. Shu vaqt ba vaqtning bir qismisi biz yuqorida bayon qilgandek faqat addaha kama vajabat bu adam o namazını vacib bo'g'inida ado qilgan bo'ladi. فقال عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. Peygamber sallam asrdan bir rakat namozni o'qisa kun petishdan burun asrni o'qigan bo'ldi degan mana bu hadis bilan. Chunki u vaqt makruh vaqt bo'lsa-mu, ammo shu namoz uchun farz qilingan vaqtning bir qismisi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ilmimizni manfaatli qilsin. Allah ta'ala shu ilmimizni davom ettirsin. Va rahmatullahi rahmanir rahim.